Assalomu alaykum ustozlar. Bugun sizlar uchun ajoyib bir sayt topib oldim. Matematika mantiq va jumboqlari degan sayt. Bu sayt ingliz tilida, lekin mana bu yerdagi 3 ta tugma orqali o'zbek tiliga translate, ya'ni tarjima qilib olishimiz mumkin. Demak, saytning nomi mathsisfun.com. Bu yerdan biz nimalar qilishimiz mumkin? Bu sayt orqali haqiqatan ham miyamizni mashq qilishni yaxshi ko'rsak yoki purtlaguncha narsalarni aylana deb hisoblasak, bu sahifa biz uchun ekan. Kim bu jumboqlarni hal qilsa, olamni boshqaradi degan. Yoki hech bo'lmaganda ular kerak. Xo'p, bu sayt bilan juda ko'plab narsalarni ko'rishimiz mumkin. Masalan, ko'radigan bo'lsak, boshlovchi jumboqlar, boshqotirma o'yinlar, o'lchash jumboqlari, simmetriya jumboqlar, Einstein boshqotirmalari, shakl topishmoqlari, Samoyed jumboqlari, mantiqiy jumboqlar, raqamli jumboqlar, qiyin bo'lmachalar, algebra boshqotirmalari, karta boshqotirmalari, turli matematik jumboqlar va viktorinalarni ko'rishimiz mumkin. Agar biz umuman olganda faqat matematikani o'tadigan bo'lsak, bola zerikib qoladi, chunki ularning psixologiyasida o'qish degan tushuncha mavjud emas. Talabalik vaqtida shunday o'qish tushunchasi mavjud, lekin bolalarda o'qish yoki o'yin tushunchalari mavjud. Ko'pincha hozirgi bolalarda sal o'yin qaroqroq bo'lganligi uchun o'yin tushunchasi mavjud ularda. Shu tushunchalarni mustahkamlash, darsimizni zeriktirmaslik uchun har zamon bitta topishmoq berib qo'ysak yoki bir topishmoq berib yoki boshqotirma berib, mana shuni topganga 5 yoki mana shuni topganga ma'lum bir sovg'a, masalan bir tarqatmalar bor. O'sha tarqatmalar ular chiqarib olishi yoki ular topishi qiyin bo'lgan tarqatmalar borda. Masalan, hidden pictures yoki boshqa narsalarni beramiz desak yoki biror bir mukofot e'lon qilsak, bu o'quvchini yanada qiziqtiradi. Yoki masalan 8 Alar topdi, qani 8 Blar topadimi, qani kim osonroq topadi degan bir musobaqalar qo'ysak ham yoki biror bir tadbir tashkillashtirsak ham, bu sayt juda yaxshi ekan. Ya'ni qisqacha aytganda puzzle. Xo'p, bizlarga qaysi biridan boshlaymiz? Shakl topishmoqlar deylik, o'quvchilar ko'proq shaklga qiziqadi. Demak, nimalar bor ekan shakl topishmoqlarda? Mukammal son, gugurt cho'plarning o'yinini ko'pchilik yaxshi ko'radi, ham neurogimnastika bu juda yaxshi. Puzzle-ni sinab ko'ringga bossak agar bizga puzzle beradi. Ushbu diagrammada 11 ta gugurt 3 ta kvadrat hosil qilyapti mana. Sizning vazifangiz 2 ta kvadratni ko'rsatish uchun 3 ta gugurtni siljitish. Buni ma'lum bir qismini bundan oldingi darsda aytib o'tganimdek screenshot qilib, ya'ni print screenni bosib, mana shu joyini kesib olishimiz mumkin. Deylik, o'zimiz biz masalan javobini topa olmadik. Nima qilamiz unda? Javobingiz bormi? Bizning yechimimizga tekshiring deyapti. Bizning yechimimizga tekshiringni bossak, pastda shu savol va uning javobi kelib chiqadi. Ya'ni mana bu yerdagi bitta, ikkita, uchta nima olinib, gugurt cho'pi olinib, bitta katta va bitta mayda kvadrat hosil bo'lyapti. Javobi ham o'zida berilgan. Javobini qayerdan topaman deb boshimizni og'ritib yotishimiz shart emas. Xo'p. Bu kabi puzzlelar bu yerda juda ko'p, aylantirib ko'rishimiz mumkin. Endi demak, pi kabi oson. Pi sonimiz geometriyada qo'llasak bo'ladi. Mana pi sonimizni yozamiz. Shunday bo'yalgan holatda endi uni kesamiz. Kesganimizda aytayapti, yuqorida yunoncha pi harfi ko'rsatilgandek 5 bo'lakka kesib oling deyapti. 1 2 3 4 5 ta bo'lakka kesib oldik. Kvadrat hosil qilish uchun 5 qismini qayta joylashtiring deyapti. Bu yerda bola shakllarni bir-biriga qanday qilib joylashtirsa kvadrat hosil bo'ladi degan bir savolni miyasiga beradi. Bir nechta yo'l bormi deyapti. Yo'llari tabiiy bir nechta bo'ladi. Bu yerda bitta yechimi berilgan, mana bitta kvadrat hosil qilingan. Shakl boshqotirmasini sinab ko'ring. Yana ko'plab jumboqni ko'rishimiz mumkin bu yerda. Maydon atrofida aylanish. Boshqotirmani sinab ko'ring. Bu
Bosh qotirma nima deyapti? Quyidagi diagrammada har bir doira kvadratning 4 tomoniga tegishi uchun yetarlicha katta. Mana bu yetarlicha katta. Ya'ni 4 ta tomoniga joylashtirish uchun. Shunday qilib kvadratning maydoni doiralardan birining maydonidan biroz ko'proq. Mana buni, demak, buni yuzidan salgina maydaroq, bu salgina kattaroq. Men butun kvadratni qoplash uchun qancha doira kerakligini bilmoqchiman. 2 ta yetadimi yoki sizga 3 ta kerakmi? Yoki 4 ta yoki ko'proqmi? 5 ta doirani qo'yilgan. Xo'p, qanday yechishimiz mumkin? Mana bizga juda chiroyli bir geometrik shakl hosil bo'ldi. Bitta kvadratda yuzini qoplashimiz uchun. Bu yerda 6-sinfga murakkab shakllar degan mavzu bor edi, menimcha shunga ham mos keladi. Rangli kublar. O'quvchilar juda yaxshi ko'radigan Rubik kubiki. Xo'p, nima deyapti? 8 rangli kubikning 9 ta kompozitsiyasi A dan I gacha mavjud. Bu yerda 9 ta kompozitsiya berilgan. Ikkita bir xil kompozitsiyani toping, ular aylantirilishi mumkin deyapti. Deylik, mana bu ikkita yashil, sarig'i, ko'k turgan bo'lsa, yana shunaqasini topishimiz qiyinda. Shuni aylantirilgan bo'lishi mumkin. Deylik, yashil, qizil, sarig'i, ko'k. Masalan, mana bu yerda sarig'i, ko'k, yashil, qizil. Chappasi. Xo'p, qaysi ikkitasi mos keladi? Bu yerda ham albatta mana javoblari bor. Yana kubik konturlar. Eng ko'p beradigan savolimiz nechta uchburchak bor deymiz-ku. Mana shu yerda nechta uchburchak bor degan savolga javob berishimiz kerak. Buni ham xuddi shunday chiqarib olishimiz mumkin. Kesib savollar bilan mana birga qo'shib bosh qotirmaydigan joyda mana shunday tarzda print screen qilib kesib olib o'quvchilarga tarqatma qilib bersak ham juda yaxshi bo'ladi. Yoki katta bir ekranga chiqarsak ham yoki doskada oddiy bo'r bilan chizsak ham telefonimizdan ko'ribmi yo screenshot qilibmi bo'ladi. Bu yerda qoshni kesib oling. 4 kub konturlar, yarim uchun o'yin, uzoq muddatli munosabatlar, kunning o'yinlari, juda ko'plab 9 nuqta, qalamni ko'tarmasdan barcha 9 nuqtani tegadigan to'g'ri chiziq chizing. Eng ko'p qo'llaniladigan, xo'p, qanday qilardik? Bizga buni maktabda o'rgatishgan, lekin mana Telegramga o'xshagan hosil bo'ladi chiziqlar. Qutidan tashqariga o'ynashingiz kerak. Boshqa yechimlar mavjud deyapti. Haqiqatan boshqa yechimlar, men shuni teskarisini ko'rgandim. Biz bu yoqdan boshlardik. Telegramga o'xshab edi, ya'ni bu tarafga qarardi. Bu tarafga qaragan varrak. Bu yerga juda ko'plab ajratilgan doiralar, juda ko'plab, bitta silkasini tashlayman aynan shu sahifaga o'tish uchun. Bu yerda odam hosil qilyapti. Prizmani oching, kvadratchalarni kim yutadi? Deylik. Nima deyapti bu yerda? Quyida diagramma kvadratdan tashkil topgan naqshni ko'rsatadi. Naqshdan nechta kvadratni topish mumkin? Ba'zi qitmir o'quvchilar borku, bir joyga o'tira olmaydi. Sanashni bilasanmi deb savol bersa, albatta sanashni bilaman. Bo'lmasa bitta mana shu shakldagi kvadratlar sonini topib berchi desa, o'zi bilan o'zi bo'lib sanab o'tiraveradi. O'tira olmaydigan bolalarni o'tirg'izishni yo'limi desak bo'ladi. Hurmatli so'zlar, mana shuni silkasini tashlayman, bemalol kirib o'zimizni darsimizni qanday bir mazmun kirdi, qiziqtirish uchun ham nimalardir yasasak bo'ladi.